Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra, jannatning ichida Royyan degan bir eshigi bor dedi. Ana o eshikdan faqatgina ro'zadorlar kiradi. Siz men bizga aytyapti. Inshaalloh hammamizdan o'sha eshikdan kirishlikni nasib qilsin. Ammo ichida nima bor? Alloh subhanahu va taolo fa innahu li va ana ajzi bihi. Ichida nima borligini bilmaysizlar deyapti. Men o'zim uni mukofotini beraman deyapti. Eng dunyoni boy odami kelib, mana shu mahallani men oltindan qilib yuboraman desa, biz hammamiz ishonamiz. Yosh bola chiqib, men o'zim mahallanglarga yordam beraman desa, unga birov e'tibor qilmaydi. Lekin yer va osmon qo'lda bo'lgan Alloh subhanahu va taolo men beraman desa, nimani umid qilishingiz mumkin? Sizlar roza tutinglar, mukofotini men beraman deyapti. Bizni o'y fikrimizga kelmagan, qalbimizga kelmagan, fikrimizga kelmagan, ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan narsani Alloh subhanahu va taolo bizga inshaalloh nima qilib qo'ygan? Tayyorlab qo'ygan.